rahmat va shifo qilib yubordi. Qur'oni Karimning bir nimasi nomi ismi Nur. Yana bir nomi Majid, yana bir nomi Furqon, yana bir nomi shifo, rahmat. Demak, qachon bizni siz bilan bizni ojiz tasavvurimizga bu bemor bo'lsa shifo bo'ladi degan emas. Bu qalbimizga shifo bo'lishligi, tanamizni quvvat bo'lishligi, qalblarimizni munavvar etishligi huzur iymonimizni shu yanada jo'shirishligiga bu Qur'on Karimning ishini namoyon bu vaziyati juda. Bundan inson ozuqa olib turadi. Bundan kishi ham, ishlagan kishi ham. Ana shunda Qur'on Karimning shifo rahmat qilib yubordi. Alhamdulillah shuki Ramazon ro'zalarini mana alhamdulillah qo'limizdan kelgancha tutib ado etdik. Allohning o'zi nuqsonlarimizni kechirsin. O'zi bizlardan Ramazonda kunduzlari sobit bo'lib, kechalari bedor bo'lib, taroveh namozlarida ibodat qilib, bundan tashqari ham o'yinlarimizda nafila ibodatlarni ado etdik. Alhamdulillah Robbimiz bizlardan husn qo'llaydi. O'zi bergan va huzurida Robbimiz fazliga olsin, ijobatiga olsin va o'zlarimizni qiyomatda hamroh bo'lishimizni azizlar, Alloh subhanahu va taolo o'zini muborak Fotir surasining 30-oyatida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور." صدق الله العظيم. Yani zira Allah